E'tiboringlar markazida yangi brend Landgard dinamiklari. Lekin o'zini narxiga uncha kolonkalarni sindirib tashlaydigan dinamikni olib keldik. Xudo xolisa dinamikni ochib ko'ramiz. Dinamikimizni materiali karbonoviy material, toza. Ustida mana bunaqa kalpaki bor. Chetidagi rezinalari ham sifatli ishlangan. Korzinamiz shtampovanniy, orqasida ferrit magnit. Bu dinamiklarimiz 60 nominalli dinamiklar 4 ohmda ishlab beradigan. Xudo xolisa. Visokiylarimiz mana sholkoviy, lekin sholkoviy bo'lgani bilan rangini qaranglar, boshqacha rangli matodan qilingan. O'ziga yarasha vesi bor. 20 watt 4 ohmli visokachastotniklar. Bu yoqda har xil nasabga shunga o'xshagan narsalar ham bor. Aksiyalisini ko'ramiz. Buni ham korobkasi xuddi shunaqa, visokiyda farqi bor. Mana bu dinamikimiz ham xuddi shunaqa karbonli material. Jo'stkisiga e'tibor beringlar. Bitta chetdan aytaryapman, polniy difuzor ko'tarilyapti. Jo'stkisi hisobiga juda ham detalniy, chiroyli ovoz o'ynab beradi. Visokachastotniklari jaranglab chiroyli o'ynaydigan, ustida chiroyli setkalari bor. Rezinasi, korzinasi qolgan joylari deyarli bir xil. Landgard yangi brend, kelajakdagi juda ham ko'p mashinaga qo'yiladigan, konkurentlarni sindiradigan brendlar. Kuzatib turasizlar, qo'yib boramiz, kimga qiziq bo'lsa, kelaverasizlar, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Narxlarni telefon murojaat qilsanglar, tushuntirib hisoblab beramiz.